havo harorati ko'tarilib, kunlar isishi bilan manzarali daraxtlarimizni turga turuvchi ignabarg daraxtlarimizni ham zararkunandalar faollashadi. Ulardan eng zararlisi archa unsimon qurtidir. Archa unsimon qurti Hamartera turkumi bo'lib, odatda bular koloniyalar hosil qilib yashaydi. Ular mana bunday ignabarglarni shirasini so'rib oziqlanadi. Archalarimizda shiralari bilan oziqlangandan keyin archalarimizda fotosintez jarayoni buziladi. Undan tashqari bular o'zidan ajratgan shiralar hisobiga har xil turdagi bakteriya va zamburug'lar kelib yopishib, shu daraxtimiz ikkilamchi kasallanishiga olib keladi. Archa unsimon qurtimiz odatda mana bunday kattaligi 2-3 millimetrda bo'lib, bular yurtimizda 4-5 martagacha avlod beradi. Bular juda ham namlikni yaxshi ko'radi. Chunki mana archani ichki qismlariga namgarchilik ko'p bo'lgan joylarda yashaydi. Bularga qarshi kurashish maqsadida agretsion kurashlarni o'z vaqtida va sifatli qilib o'tkazishimiz kerak. Agarda birinchi yoshli lichinkalar aniqlangan taqdirda esa kimyoviy kurash jarayonlarini jadallik bilan o'tkazishimiz kerak. Agar umuman biz archa unsimon qurtiga qarshi kurashmasak, hosildorlikni, ya'ni archamizni 95% gacha nobud qilishimiz mumkin. Zararlangan archamiz sarg'ayib, qorayishni boshlaydi. Archa unsimon qurti aniqlangan taqdirda zudlik bilan kimyoviy kurash o'tkazish jarayonini boshlashimiz kerak. Buning uchun bizga tarkibi neftli, moyli hamda biopreparatlardan foydalanamiz. Bizga 10 litr suvga 10 gram preparatlardan ishlatamiz. Endi 10 litr suvga quyamiz. Hozir ishlovni berganimizdan keyin 10 kundan keyin qayta valqida takroriy ishlov o'tkazamiz. Bu juda ham unsimon qurtga qarshi kurashning yanada samaradorligini oshiradi. Albatta ishlov berganimizda ertalab yoki kech payt amalga oshiramiz, chunki quyosh nurida daraxtlarimizning kuyib qolishini oldini olish maqsadida. Archa unsimon qurti bilan zararlanmaslik uchun daraxtlarimiz doimiy ravishda immunitetni oshirib borishimiz kerak. Buning uchun agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli qilib bajarishimiz hamda ularni mineral modda va oziq moddalar bilan doimiy ravishda oziqlantirishimiz kerak. Archa unsimon qurtining birinchi yoshli lichinkalari aniqlangan taqdirda esa ularni kechiktirmagan holatda kimyoviy qarshi kurash ishlarini olib borishimiz archa unsimon qurtining yoppasiga tarqalib ketishini oldini oladi.